Chilonzor C kvartal Novostroyka 3 xona Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan qani ketdik. Bu yerda asosiy zal mehmonxona qismi joylashgan, o'zini televizorli zonalariga ega. Ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona qismida choy ichib o'tirish uchun stol shart-sharoitli qilib qo'yilgan. Uyimizning umumiy maydoni 78 kvadrat metrdan iborat. 8 qavatli Bankovskiy Novostroykani 7-qavatida joylashgan. Bu yerda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasiga ko'zinglar tushadi, o'zini garderob mishkaflariga ega. Balkon qismlarini ham ko'rishingiz mumkin, marhamat. Mo'ljalimiz Mirzo Ulug'bek metro shahariga ro'parasida joylashgan. Bu yerda o'zini umumiy sanuzel qismlarini ko'rishingiz mumkin. Sovg'asiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi. Bu yerda bolalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Uyimiz elektrika, santexnika ishlarigacha absolyutno noldan remont qilingan. Qimmat va sifatli materiallardan ishlatilgan. 100% to'pli poldan iborat. Kirush prixoshkamiz bu yerda o'zini pod'ezd qismlarini ko'rishingiz mumkin. Uyimiz narxi $142 ming.